Babul bayadi minas siyab. Oq libos kiyish haqida. 3566-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Khayru thiyabikum al-bayadu falbasuha wa kaffinu fiha mautakum." Liboslaringning eng yaxshisi oq libosdir. Uni kiyinglar va unda o'lilaringni kafallaylar. Aslida mana hamma o'likni kafallashda oq kiyim ishlatadi, uni bilamiz. Aslida hayotda ham iloji boricha oq kiyim kiyish sunnat, afzal bu. Nega? Chunki bu keyingi hadisda ham keladi. Kir bo'lsa u oq kiyim tez bilinadi. Yura olmaysiz kir bo'lib uni hamma yoqda kiyib. Va keyin natijada tez yuvasiz uni. Va o'sha orada najosatlar tegib qolgan bo'lsa ham u kiyimga toza bo'ladi, ibodatingiz komil bo'ladi shundan. Ana shundan bilamizki, demak nima bo'lganda ham aslida kiyimni tez yuvishlik bu yaxshi narsa. Shuning uchun ham oq kiyim kiyishga targ'ib qilinyapti, tez yuvadi odam uni. Bizda ko'pincha aks qilinadi-ku, endi kirchimol deb qora kiyim kiyadi, kulrang kiyim kiyilinadi-da, keyin oylab yuvmaydi uni. O'sha orasida najosatlar tegib qolgan bo'lishi mumkin. Ibodatga bu keyin daxla soladi. O'shanday bo'lmasligi uchun tez mana yuvib turilish uchun oq kiyim kiyishga targ'ib qilinyapti. Xususan ichki kiyimlar bo'lsa, oq bo'lsa ichki kiyimlar ko'p kiya olmaysiz uni. Bir kun, ikki kun kiyganingizdan rangi o'zgarib qolgandan yuvishga majbur bo'lasiz. Natijada o'sha orasida najosat tegib qolgan bo'lsa ham yuviladi, toza bo'lib ketadi bilmagan taqdiringizda ham. Va shu bilan ibodatingiz komil bo'ladi. Ana shuning uchun oq libosga targ'ib qilingan. Keyin bu yerda oq pokizalik ramzi o'zi yana. Odamni kayfiyatini ko'tarib, bag'ridini ochadigan narsa. 3567-hadis. Samrat ibn Jundab radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ilbasu siyabal bayadi fa innaha atharu va atyabu." Oq libos kiyinglar, chunki u pokiza va xushbo'ydir deganlar. Mana yuqorida aytganimizdek, ya'ni oppoq kiyim o'sha pokiza bo'lib turadi, ya'ni ko'rinib turadi pokizaligi ham. Bir gard yuqsa tezda bilinadi. Va atyab deyaptilar, yoqimlik degani, ya'ni xushbo'y ma'nosi ham bor, yoqimlik ma'nosi ham bor. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, oq libos o'zi odamni bag'ri dilini ochadi, ya'ni. Endi odamning fitrati chapparilib ketsa, oqni qora qilib ko'rar ekan odam. Hozir ba'zi odamlarni eshityapsiz mana. Oq kiyinib dars bersangiz, oppoqqina bo'lib olib, o'tirib olib deb gapiradi. Voy ajab deysiz-da, qarang. Qop-qora bo'lib desa, endi tushunar edingiz. Qora endi haqiqatdan ham qop-qora narsa odamni bir ko'nglini xira qiladi. Endi oppoqlik ham odamning ko'nglini xira qilar ekan. Bu dalilki uni o'zini aslida haligi ekrani oq-qora bo'lib qolgan. Televizorda ekrani buzilsa oq-qora bo'lib qoladi-ku. Bu ham qalbi buzilganda ana shunaqa oq-qora bo'lib qolgan. Oqni qora qilib ko'rsatadi. Shuni shunaqa qilib yomonlaydi, ya'ni. Oppoqqina bo'lib o'tirib olib bu gapiradi. Aslida esa bu nimani ta'na qilyapti? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan narsani ta'na qilyapti. Farishtalar oppoq suratda kelardi, oq kiyimda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelganda Jabroil alayhisalom oppoq libosda kelganlar. Shadidu bayadi siyab Jabroil hadisida o'tgandek-ku, oppoq libosda keldi deb gapirilgan. 3568-hadis. Abu Darda radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna ahsana ma zurtumulloha bihi fi quburikum va masajidikum al-bayadu." Sizlar qabrlaringda Allohni ziyorat qilganlaringda va masjidlaringda Allohni ziyorat qilganlaringda eng yaxshi narsa, ya'ni kiygan liboslaring oq libosdir deganlar. Ya'ni qabrni ziyoratiga borganda ham, masjidga kelganda ham oq libosda borishlikka targ'ib qilinyapti. Ammo bu hadisni ba'zi ulamolar to'qima hadis degan. Mavzu eng kamida zaif hadis bu. Xo'p, nimaga keltiryapti biz mo'jamda buni? Yuqoridagi hadislar quvvatlaydi. Kafanlik shundoq ham oq qilinadi, to'g'rimi? Va oq libos kiyishga targ'ib qilindi. Ana shu ma'nosi to'g'riligi uchun sanadi jihatdan to'qimaga o'xshab ko'rinsa ham keltirganlar. 6-bob. Babu man jarra thawbahu min al-khuyala. Kishi kiyimini kibrdan sudrab yurishligi, qaytarilganligi haqida. Ya'ni haligi etagini sudrab yurish. Bu savb ichiga har qanaqa kiyim kiradi, shuni deylik.
uzun ko'ylakmi arablarda kiyiladigan, izormi yubkaga o'xshagan, ya'ni shimmi hozirgi zamondagi, yo boshqa narsalar, sallasini uzun qilib olib oyog'igacha tushirib yuradimi masalan, hammasi kiradi. Sallani haligi po'pagini ham shuning uchun ham uni haligi beldan pastga tushmaydigan qilishlik kerak. Ba'zilar qarasangiz uzun qilib etagigacha tushib turadigan qilib qo'yadi-da sallasini, orqasini. O'sha ham qaytarilgan. Endi kimlardir mana shu hadislarda keladi-da, bu men kibr bilan sudraganim yo'q deydi. Ibnul Arabiy rahimahulloh ayni shu narsani gapirganlar. Bu haligi murtad deyilgan Ibn Arabiy emas, Ibnul Arabiy, boshqa olim, katta ulamolardan, Maliki olimlardan. Shu kishi aytganlar, hech kimsa men kibr qilmayman deb kiyimini sudrab yurishga haqqi yo'q deganlar. Chunki Abu Bakr radhiyallohu anhu ozg'inliklaridan bellarida kiyimlari turmasdan tushib ketaverardi. Shu kishi xavotirlanib so'raganlar. U kishi qasddan qilib tushirib yurmagan kiyimini sudrab. Ozg'inligidan bellarida kiyimlari turmagan tushib ketavergan. Avvalgi zamonlarda hozirgidek endi kiyimlarda imkoniyatlar rezinkalar bilan qaytlab qo'yish yo'q bo'lgan. Shunda Abu Bakr xavotirlanib so'raganlar: "Ya Rasululloh, men o'zim qasd qilmayman. Meni ozg'inligimdan tushib ketadi kiyimim. O'shanda men shunga kirib qolamanmi?" deb xavotirlanib Abu Bakr roziyallohu anhu so'raganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr roziyallohu anhuga sen uni kibr qilib qilmaysan deganlar. Endi kim Rasululloh kimga endi guvohlik beradilar boshqa yoki boshqalariga qachon Rasululloh guvohlik berdilar sen uni kibr bilan qilmaysan deb? Va Abu Bakr xavotirlanganlarida bular nimaga xavotirlanmaydi? Kiyimini sudrab yuradi. Shuning ham harom. Hech kimsa meni kibr bilan, o'zingiz ayting, boshqa nima bilan qiladi kibr bilan qilmasa? Shu to'pig'ingdan tepada tursin poychang, shiming desa, baribir shu aylanib o'rgilib dalil topishga harakat qilaverishligini o'zi kibr emasmi? Boshqa nima u? Nima foyda bor undan ayting? Ha, odamlar nima deydi? Ayni kibr. Odamlar nima deydi deyish. Nima jing bor odamlar nima deyishiga seni? Alloh nima deyishini o'ylasang. Shu Allohni o'ylamay nima deyishligini, odamlarni o'ylayotganligi, uyalayotgan, or qilayotgani poychasi tepada turishligidan dalilki kibr qilyapti bu. Moda bo'lib qolsa agar kiyaveribsan-ku poychani tepadan qilib. Alloh aytsa kiymayapsan, Rasul aytsa kiymayapsan shunaqa qilib. Demak kibr qilyapsan degani shu o'zi. 3569-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar mana: "Innallazi yajuru sawbahu minal khuyala'i la yanzurullohu ilayhi yawmal qiyamah." Kibr bilan kiyimini sudrab yurgan odamga Alloh qiyomatda qaramaydi. To'g'ri, agar buni ataydan kibr bilan qilsa, u endi o'ta katta kabira, Alloh qaramaydi ham unga. Lekin kibr bilan qilmagan taqdirda ham baribir harom dedik. Unga dalil o'sha Ibn Umarning o'zlaridan yana boshqa bir rivoyatda kelgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishidan ko'rib qolib kiyimining uzunligini, "Kiyimingni ko'tar. Bu kibrdan" deganlar. Ma'lumki Ibn Umar kibr bilan qilmagan aslida uni. Shunga qaramay Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana aytayaptilar: "Ko'tar kiyimingni. Kibr baribir bu" deganlar. Endi qarang, kimdir aytishi mumkin, bitta kiyimni sudrab yurganga shunchami endi? Kiyimni sudrab yurganga endi shuncha katta qiyomatda tahdidlar va'da qilinyapti, Alloh unga qaramaydi. Nimasi yomon buni? Hozir tafsir darsida aytdik-ku, odamlar shariatda ko'p qaytarilgan ishlarni qilaveradi, nimasi yomon deydi, ertaga qiyomatga borganda bilasan nimasi yomonligini. Jasiya surasining oxirgi bo'limida aytdik-ku mana. Badalahum sayyi'atu ma amilu yoki ma kasabu, qilgan kasbini yomonligi endi bugun ayon bo'ladi. Buni sababi shundaki, chunki bu odamning bunday kiyim sudrab yurilishligi o'ziga o'zi bino qo'yishligidan. Mana qadimda qirollar, malikalar o'shalarga qarasangiz shunaqa qilib 2 metr qilib poychasini sudrab, nimasini, kiyimini, ko'ylagining orqasini sudrab yurgan-ku. Ana shu kibrdanligi uchun bu qattiq tahdid qilingan. 3570-hadis. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man jarra izarahu minal khuyala'i lam yanzurullohu ilayhi yawmal qiyamati." Kim kibrdan izorini sudrab yursa, qiyomat kunida Alloh unga nazar ham solmaydi. Chunki hali hadisda aytdik-ku mana hozir tafsir darsida. Kibriyo mening ridoyim dedi Alloh. Azamat mening izorim dedi. Ya'ni shunday yastanib, sudralib,
Ya'ni hamma yoqqa yastanib yurish bu bandani ishi emas degani. Manmanlik, ya'ni faqat men, buyuklik, mana shunaqa narsalar Allohga xos degani. Shuning uchun ham kim mana shuni izorini sudrasa, kibr qilib, Alloh unga qiyomat kunida qaramaydi deyapti. Endi savol tug'iladi. Ayollarchi? Mana nikoh to'yida uzun qilib ko'ylak kiyib yuradi. Ular kibrdan qiladi. Ayni shunga tushadi u ham. Hech qaysi ayol hozir o'sha nikoh to'yida uzun fata kiyib yurganda satiriq bo'lay deb kiymaydi uni. Aksincha aytamiz, mana hayotda o'zi shundayligicha qarasangiz, sonini yarmigacha ko'rinadigan qilib kiyib yuradi-da, nikoh to'yida keyin mana hamma yoqni yopib oladi, nimasigacha so'ralib yuradigan qilib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga ruxsat berganlar. Erkaklardan bir qarish uzun qilib kiyim kiyishlikdi. Yerga tegsa ham. Lekin ayollar satirni istasa unda, oyoq-oyog'i ochilib qolmasligi uchun. Ammo mana nikoh to'yida fatasini sudrab yurish orqasidan yoki ikkita qizchaga tutqizib qo'yadi, uni ko'tarib yuradi. Bu narsa aynan shu manmansirash. U erkakmi, ayolmi uni qilgan bir xil. Keyin raviy aytadilar, men Ibn Umarga Balot degan joyda yo'liqdim. Balot joyda nomi. Shu Abu Said al-Xudriyning hadisini u kishiga zikr qildim. U kishi quloqlariga ishora qilib aytdilar, meni quloqlarim ham mana shuni eshitgan dedilar, qalblarim ham anglagan. Ya'ni Ibn Umar tasdiqlayaptilar Abu Said al-Xudriyning hadisini. 3571-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Abu Hurayra radhiyallohu anhuning oldidan bir yigit o'tdi Qurayshdan. Ishtonini sudrab o'tdi. Yajurru sabalahu degani shu kiyimini sudrab o'tdi, ya'ni poychasini. Shunda unga qarab aytdi Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Yabna akhi, ey jiyan dedi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitganman. Man jarra sawbahu binal khuyala'i lam yanzurullohu lahu yawmal qiyamati. Kim kibrdan kiyimini sudrab yursa, Alloh qiyomat kunida unga nazar solmaydi deganlar. Endi qarang, o'sha yigit kibrdan qilib yurgan yo'q-da. Hozir bir odamlarga shunday desa, sen qaydan bilasan men nima qilib yurganimni deydi. Abu Hurayra qaydan bilgan o'sha yigit nimadan shunday qilib yurganini? Shekib chiqqan Abu Hurayra. Shekib chiqmagan, shu dalilki, umuman olganda shunday qilinmasligi kerak degani. Kibrdan qilyapsan, boshqadan qilyapsan, shunday qilmasligi. Keyin bizda bir hadis bor. Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Kim bir qavmga o'zini o'xshatsa, o'shalardan deganlar. Kibr bilan kiyimini sudrab yurganlarga o'zingizni o'xshatyapsizmi? Kibr bilan qilmayotgan taqdiringizda ham o'shalardansiz. O'zingizni o'xshatyapsiz o'shalarga chunki. Xo'p, endi savol tug'iladi. Chegara qayergacha o'zi? Kiyim sudralib yurish deyilishligidan mana aytiladi o'zi. Keyingi bob unga mana javob bo'lyapti. 7-bob babu mawdi'il izari aynahu. Izorda mavziyi qayer o'zi? Ya'ni qayerda turish kerak? Eng uzog'i. 3572-hadis. Huzayfa radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mening boldirimni mushagidan ushladilar. Yoki boldirimni o'zidan ushladilar debdilar. Boldirning mushagi degani mana pastda to'piq bor-ku. To'piq tepasida mana mushak bor oyoqda. Xuddiki qo'lda bilakda mushak bordek. Oyoqda ham mushak bor-ku. Ana shu mushaklardan ushlaganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yoki o'sha mushakni pastrog'idan, ya'ni to'piqlaridan soq deyiladi. Oyoq suyagini o'sha tepadagi suyakka ulanadigan joyi. O'sha yerdan ushlaganlarda aytganlar. Hada mawdi'ul izari. Izorda joyi mana shu yer deganlar. Xullas, nisfi soq deyiladi. Boldirni yarmi, ya'ni. To'piqqacha tushmaslik kerak. To'piq bilan mushakni o'rtasida. Ana shu to'piqda haligi chig'anoq suyagi bor-ku, o'shanga tushmasligi kerak. Oyoqda ikki tomondagi chig'anoq suyakka. Ana shuni aytayaptilar, o'rtasini birinchi mana, o'rtasini ko'rsatdilar. Sunnat shu. Fa in abayta, agar istamasang, ya'ni kaltaku bu desang agar o'rtada turishini. Fa asfal, yana pastroqqa deganlar. Fa in abayta fa asfal, yana istamasang yana pastroqqa. Fa in abayta, agar yana istamasang fala haqqo lil izari fil ka'bayn. Bilginki, izorni to'piqda haqqi yo'q, ikki to'piqda deganlar. Ya'ni oxir o'shangacha demak. Ikki to'piqqacha. O'sha ikki to'piqda izorda haqqi yo'q degani o'shanga ham tushmasligi kerak. O'shaning ustida turish kerak.
uni endi kaltartirasizmi, shimarib olasizmi, nima qilsangiz qiling. Aslida shimarish ham qaytarilgan, uni o'tamiz hali. Namozda shimarib o'qish yaxshi emas deyilgan. Shuning uchun kaltartirsa yaxshi uni. Ammo ayollarda aytdik, o'sha erkaklarda mana hozir to'pig'igacha deyilayotgan bo'lsa, ayollarda shu to'pig'idan bir qarich pastga tushishi ham ruxsat berilgan satr uchun. Ayollar oyoqlari ochilib qolmasligi uchun. 3573-hadis. Alo ibn Abdurrahmon otalaridan aytadilar, men Abu Said al-Xudriyga aytdim. Siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan izor haqida biror narsa eshitganmisiz dedim. U kishi ha dedilar. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitganman. Izratul mu'mini ila ansofi saqayhi. Mu'minning izori boldirlarining yarmigacha deganlar. Yuqori aytganimizdek, o'sha oyoqdagi mushay bor-ku, o'shani tugaydigan joyigacha. Bu to'piqdan bir qarichlar tepa turadi u, ya'ni. Xullas, shorti kiyiladi-ku. Uzunroq. O'shanday gapda bu. Musulmon insonni shimi shunaqa bo'ladi aslida kiyimi. La junaha alayhi ma baynahu va baynal ka'bayn. Endi o'sha soqti yarmidan to'piqqacha tushsa ham gunoh yo'q deganlar. Lekin va ma asfala minal ka'bayn. Ikki to'piqdan pastga tushsa finnar u do'zaxda deganlar. 3 marta keyin takrorlab aytganlar. La yanzurulloh ila man jarra izarahu bataron. Izorini kibr bilan sudrab yurganga Alloh qaramaydi deganlar. Mana aytdik, kibr bilan qilmagan taqdiringizda ham o'shalarga o'xshagan bo'lasiz. Kim o'zini kimga o'xshasa o'shalardan bo'ladi. 3574-hadis. Mughirah ibn Shu'ba radhiyallohu anhu dan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ya Sufyan ibn Sahl." Sufyan ibn Sahl degan odamga aytibdilar-da, o'sha kiyimini sudrab yurgan ekan bo'lgan o'sha kishi. La tusbil, kiyimini sudrab yurma. Fa innalloh la yuhibbul musbilin. Alloh sudrab yuruvchilarni yaxshi ko'rmaydi deganlar. Mana bu yerda ham qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishidan so'rab o'tirmadilar, "To'xtachi, sen kibr bilan qilyapsanmi, yo'qmi?" deb. Umuman olganda inkor qilish kerak ekan shu narsani. Kibr bilan qilyapti, qilmayapti, undan qat'iy nazar. Alloh yaxshi ko'rmaydi so'rab yuruvchilarni deyaptilar. Chunki bu aytdik, birinchidan kibr, manmansirash, ikkinchidan insonning ibodatiga zarari bor uni. Ko'cha-ko'yda yurganda hamma yoqqa lakishib yurib, najosat bo'lib, keyin ibodatiga daxl soladi insonni. Unda ayollarchi deydi, kimdir aytadi. Ayollarda o'sha satr uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, yutahhiruhu ma ba'dahu. Yer tozalab tashlaydi deganlar. Ayollikni tozalab, erkakni tozalamaymi deydi. Tozalasa hammasini tozalash kerak, to'g'rimi? Nima uchun ayolga tozalab, erkakka tozalamaydi yer? Chunki erkakka zarurat yo'q sudrab yurishga. Ayolga zarurat borligi uchun sudrab yurishga, ha endi unga yengillik berildi, yer tozalaydi seni deb.